Nikohni qayd etmasdan, ya'ni belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazmasdan turib shar'iy nikoh asosida yashash qanday huquqiy oqibatlarga olib kelishi haqida gaplashamiz. Xalq tilida buni ZAGSdan o'tmasdan turib ham yashash deyiladi. Xo'p, ZAGSdan o'tmasdan turib oila qurish qanday huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin? Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 13-moddasiga muvofiq diniy rasm-rusumlar orqali tuzilgan nikoh hech qanday huquqiy oqibat keltirib chiqarmasligi belgilangan. Kuni kecha faoliyatda bo'lgan holat haqida aytadigan bo'lsam, bir ayol kishi kelyapti, homilador. Eri bilan kelishmovchilik sababli eri haydab yuborgan. Endi shu kishi erini javobgarlikka tortish mumkinmi yoki javobgarlikka tortishning imkoni bormi degan mazmunda savol beryapti. Lekin bu holatda erkak kishini, ya'ni o'sha fuqaroni erini, shar'iy nikohdagi erini javobgarlikka tortishning imkoni mavjud emas. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, Oila kodeksining 13-moddasiga muvofiq shar'iy nikohdan o'tganlik sababli bu nikoh tuzilmagan hisoblanadi. Ya'ni hech qanday huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Bu holatda faqatgina bitta chora ko'rish mumkin. O'sha erkakni aliment to'lash majburiyatini zimmasiga yuklatish mumkin. Bunda ham bir necha protsesslar amalga oshiriladi. Ya'ni dastlab farzand tug'ilgandan so'ng otalikni belgilash uchun fuqarolik sudiga murojaat qilinadi. Fuqarolik sudiga murojaat qilingandan so'ng otalik belgilangandan keyin aliment undirish majburiyatini ushbu erkak zimmasiga yuklash mumkin bo'ladi. Shunday ekan, har qanday xatti-harakatni amalga oshirishdan avval uni belgilangan tartibda amalga oshirish kerak hamda undan kelib chiqadigan huquqiy oqibatni to'liq anglagan holda harakat qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.